Qo'y. Endi osmondan abdastada yomg'ir yog'adigan bo'lsa, mana qilib tunikani yopib olib, do'stlar, tayda turishda umuman kerak yo'q. Tunikani ham tashlavori, zondi-pondi ham kerak yo'q. Bitta naves qildirib yuboradigan bo'lsangiz, do'stlar, yomg'ir, qor, do'l, issiq, sovuq, xullas hamma narsadan sizga do'stlar zakoniy zashta qilib beradi. Qaranglar, navesni cho'tki qilib berishdi. 160 kvadrat, общий kvadratda do'stlar, aylanasiga qilingan uyda atrofiga shunchalik variantda bo'lgan. Bitta osilib beyin, ko'ryapsizmi, baquvvatligini o'zi qilgan, o'zini bemalol ko'taryapti, o'zini osib ketsalar ham bo'laveradi. Qaranglar do'stlar, 350 ming so'mdan berishibdi. 0 dan ko'targan, 8 ga 8 profilni qanotdan qo'ygan. Tevalarda firmali qilgan, high-tech fasonda qilgan. Uni ustidan do'stlar fanera, uni ustidan stiklovata, uni ustidan 0 qalinli tunuka. Hamma rasxoti ichida mana shu boladan bo'ladi. Siz faqat pulini sarflab, bitta tok tortib, abetini o'lib bo'lmasin, abetini berib turadigan bo'lsangiz, 3 kun 4 kunda vaqtingizni olmasdan bitkizib ketishadi do'stlar. O'sha summasi 63 millionga 200 kvadrat qilib berishgan ekan. Bu tomondagi so'rtayda peridelka qilib, padbor qilib berishdi. Xullas, sizni uyingizga kirgandan keyin naves qilish kerakmi? Cho'tki qilib bitkizib berishadi. Shunchalik qildirmoqchi bo'lsangiz 350 mingdan boshlanadi. Agar Lexus'li qildirmoqchi bo'lsangiz 450 dan boshlanadi. Pastga nomerini qo'ydim. Aloqaga siz O'zbekistonda 12 ta viloyatga bitta narx.